Sizlar ega bo'lgan tuquninglar chiqmadi. Enangizni paravarlik o'rniga apratmoqchi bo'ldik. Siz enangizni ansirmasangiz bo'ldi. Bu yer enangiz bir yaxshi qaraydi. Siz o'qishingizni ansirmasangiz bo'ldi. Qutat so'z sari har yili oliy maktab o'quvchilarga qiyinchilik bolalarga o'qish bo'l yordam soni bor. Siz uni iltimos qilsangiz bo'ldi. Siz boshqa ishlarni o'ylamay, kallangizdan chiqarib yetib, o'qishingizni yaxshi o'qing. Lekin men enimni yolg'iz tashlab qo'yib, xotirjam oliy maktabga o'qishga borolmayman. Enim ulug'siz maktabdan 3-yilda qo'ydi. Hozircha men tirishib ishlab enimni o'qitib tursam, enim oliy maktabga o'tgandan keyin mumkin bo'lsa, o'sha Qutat so'z sariga bir iltimos qilib baqsaq, enimni oliy maktab o'qishiga yordam qila olammi? Sen saqlab turing Fukan. Men bir telefon qilib qo'yay. Ma'qul. Ay, Bayada yaxshimisiz? Sizga bir qizningki ahvolini aytay deb telefon qildim. bichar qiz. Siz menga gapim deb qo'ying. Qarang. Qutat so'z sarimiz Kengilanda xaridor chaqirdi. Ko'nglingizdagidek do'kon ijara ololmayotgan bo'lsangiz, shaharimizning Avat restoranlariga joylashgan Qutat so'z sariga kelib, aloqa qilish telefon nomeri 138 309 35 191 90 21 21 52. Fuqsi bilan ikkisining o'qish pulini-chi biz ustimizga olamiz. Ma'qul. Bek rahmat sizga. Voy yaqay. Qutat so'z sarimizning saxovat ishlari biz burundan tatib ko'ngil bilayotgan ishimiz. Ma'qulamsan. Ma'qulamiz. Men apamdan ayrılıp kaldım. Endi o'qishimni o'qiyman deb enimni paravalliq etibga opirib qo'ysam qandoq bo'ldi? Yo'q, hargiz unday qilmayman. Bu filmning davomini biz o'z ovoz salonidan ko'ring. Salon nomeri 5 bor.